Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizga savollarimiz bor edi. Marhamat. Rahmat. Ustoz inson taqdirini o'zgartira oladi degan gap bor. Sizningcha haqiqiy ustozning jamiyat oldidagi eng katta vazifasi nima? Juda bir ajoyib savol bo'ldi. Qisqacha javob berishga harakat qilaman. Haqiqiy ustozning vazifasi yoshlarni jaholatdan ilmga, beparvolikdan mas'uliyatga olib chiqishdir. Chunki bir bolaning tarbiyasi ortida butun jamiyatni ertangi kuni turishi mumkin. Hadislarga nazar soladigan bo'lsak, kim bir yaxshilikka sababchi bo'lsa, unga o'sha amalni qilgan kishini savobichalik ajr yoziladi deyilgan. Xo'p, ustoz o'quvchining nafaqat xotirasiga, balki qalbiga ham ta'sir qila olishi kerak. Tarix fanidan dars berar ekansiz. O'tmishdagi qaysi buyuk insonning hayoti sizga eng katta motivatsiya beradi va nima uchun? Nelson Mandela 27 yillik qamoq jazosi, adolatsizliklar, nohaqliklar, sabr, chidam va shundan so'ng Janubiy Afrika Respublikasi prezidenti bo'lgan. Hozirgi yoshlar bilim olishdan ko'ra tez muvaffaqiyatga intilmoqda. Siz yoshlarni ilmga va kitobga qaytarish uchun nimalarga e'tibor berish kerak deb o'ylaysiz? Xo'p, bu hozirgi kunda global muammolardan biri hisoblanadi. Nimagaki, o'quvchilarimiz, yoshlarimiz xuddiki bir ishni boshlashdan oldin ular xuddiki million dollarlik natijaga erishganday qilib o'zlarini hisoblab, o'zlarini shunaqa tutishadi. Ular aslida esa bu pog'onalarga chiqib kelishi uchun, ya'ni biz birinchi etajda turgan bo'lsak, keyingi etajga ko'tarilishimiz uchun albatta bir nechta zinapoyalarni bosib o'tishimiz kerak. Ular nima qilishadi desa, ular bir sakrashda 10-etajga ko'tarilishni xohlashadi. Ungacha esa 2-etaj, 3-etaj, 4-etaj va vaholanki o'sha 10-etajgacha bo'lgan etap bor. Buning uchun nima qilishimiz kerak? Ular nimaga endi ilmdan uzoqlashib qoldi? Ya'ni biz boyaga aytayotgan bizning etaplarimiz bu ilmni darajalari. Nimaga endi ular ilmdan uzoqlashib qoldi desa, bu albatta muhitning ta'siri. Bu biz ularni ilmga qaytarishimiz uchun, kitobni o'sha muhimligini tushuntirishimiz uchun avvalo ularga shunga mos muhitni yaratishimiz kerak. Avvalo ustoz va ota-onalar o'zlari kitob o'qishlari va ular kitob o'qiyotgan holatlarini o'quvchi kuzatishi kerak. Va qush uyasida ko'rganini qiladi degan maqol bor va ular albatta bu holat, bu muhit ularga albatta ruhiyatlariga ta'sir qiladi va oz bo'lsa-da ularni asta-sekin kitobga va ilmga qaytishiga sababchi bo'ladi. Bugungi kunda ko'pchilik farzand tarbiyasini faqat maktab zimmasiga yuklayapti. Sizningcha ota-ona va ustoz hamkorligi qanday bo'lishi kerak? Ko'pchilik fikrini savol qilib tayyorlagan ekansiz. Xo'p, javob o'tadigan bo'lsam, farzand tarbiyasida ota-ona va ustoz bir maqsadda ishlashi kerak. Chunki bola uyda nima ko'rsa, tajribalarda ko'ringan, maktabda shuni davom ettiradi. Agar ota-ona ustozni qo'llab-quvvatlasa, farzand ham ilmga va odobga jiddiy qaraydi. Payg'ambarimiz dedilar: "Xo'p, hech bir ota farzandiga chiroyli odobdan ko'ra yaxshiroq meros qoldira olmaydi. Shuning uchun ota-ona mehri va nazorati, ustozi esa ilmi va tarbiyasi birlashsa, komil avlod yetishtiriladi." Yosh direktor sifatida katta mas'uliyatni ko'tarib yuribsiz. Sizni hayotda eng ko'p chiniqtirgan sinov qaysi bo'lgan? Duogo'yimni yo'qotganligim. Nurli kelajak xususiy maktabini tashkil qilishdagi asosiy maqsadingiz nima edi? Siz oddiy maktab emas, qanday avlod tarbiyalamoqchisiz? Ko'pchilik berilgan savolni berdingiz. Nurli kelajak jamoasini ochishdan maqsadim o'quvchilarni oliy ta'limga tayyorlash emas, xalqqa foydasi tegadigan avlodni tarbiyalashdir. Biz yoshlarimizga qalbini ilmga, muhabbatga, ota-onaga hurmatga va vatanga sadoqatni uyg'otishni istaymiz. Hadislarda qaraganda, odamlar eng yaxshisi odamlarga eng foydali bo'lganlaridir deb aytilgan. Shuning uchun bizning maqsadimiz oliy ta'limga tayyorgarlik emas, oliy insonlikka tayyorgarlik hisoblanadi. Siz hali uynalmagansiz. Kelajakdagi oilangizda farzand tarbiyasida eng muhim tamoyillar sifatida nimani ustun qo'yar edingiz? Ibrat bo'lishni. Hozirgi yoshlar orasida odob, hurmat va sabr kabi qadriyatlar kamayib borayotgani aytiladi. Sizningcha bunga eng katta sabab nima? Bu ham hozirgi vaqtdagi yoshlarimiz orasida, hattoki kattalarning orasida ham uchrab turgan eng keng tarqalgan hodisalardan biri hisoblanadi. Buni yechimi bo'lib nima xizmat qiladi yoki bunga sabab nima desa, bunga sabab avvalo shu ijtimoiy tarmoqlar va mobil qurilmalar deb o'ylayman. Hozirgi yoshlarimiz ko'proq vizual hayot bilan real hayotni bir-biriga aralashtirib yuborgan, ya'ni bir-biridan ajratish nihoyatda qiyin bo'lyapti. Ya'ni Instagramda yoki masalan boshqa shunga o'xshash mashhur ijtimoiy tarmoqlarda ko'rsatilayotgan hayot aslida haqiqiy emas albatta. Ularning orqasida boshqa bir fon bor. Bizdagi yoshlarimiz nima qilyapti? O'shanga aldanib qolyapti. Va
u ma'lum bir masalan insoniylik nuqtai nazariga to'g'ri kelmaydigan trendlarni ham o'zlariga ommalashtirib va o'shalarni ichida yashashga harakat qilishyapti. Shu sababli o'rtadagi real voqelik, ya'ni real aloqalar, deylik ota-ona o'rtasidagi munosabat yoki ikki do'st orasidagi yoki ustoz bilan o'qituvchi shogird orasidagi munosabat yoki opa-uka shunga o'xshash munosabatlarga putur yetyapti. Va yana bittasi, bu menimcha buni hamma deyarli bilsa kerak, bu qisqa short videolar deb o'ylayman. Bu nima qiladi desa, olimlar isbotlab bo'lishdi. U videolarni uzoq vaqt davomida ko'rishi odamni besabr qiladi, ya'ni ham besabr qiladi, ham uni xotirasini susayishiga sababchi bo'ladi. Va uni bizning sabrimiz go'yoki 59 sekundlik sabr. Bundan ortig'iga bizning bardoshimiz yetmaydi va hattoki hozirgi vaqtda odam diqqatini sozlash nimasini men oxirgi marta bir eshitganimda 1.6 sekundga tushib qolgan deb eshitdim olimlarning tadqiqotiga ko'ra. Buni solishtirish uchun baliqlarniki eng sust xotira ularniki 16 soniya. Odamniki baliqnikidan ham quyiroqqa tushib boryapti. Va shu sababli hozirgi odamlar besabr va o'rtadagi aloqalar nihoyatda nozik. Va buning uchun nima qilishimiz kerak desa, bu uchun albatta yoshlarimizga bu ijtimoiy tarmoqlar yoki uyali aloqa vositalaridan foydalanishni cheklashimiz va bunga alternativ ravishda ularga boshqa bir dasturlar, audio kitoblar yoki foydali ilmga targ'ib qiladigan va odob axloqni o'rgatadigan, ularning tarbiyasiga yaxshi ta'sir qiladigan videolarni ularga tavsiya qilishimiz kerak. Shu orqali ularni ongiga ta'sir qilsak bo'ladi. Tarixga qaraganda kuchli davlatlar avvalo tarbiyali yoshlar bilan yuksalgan. Sizningcha bugungi O'zbekiston yoshlari qanday fazilatlarni ko'proq rivojlantirish kerak? Bugungi O'zbekiston yoshlari milliy va umumiy insoniy qadriyatlarni hurmat qilgan holatda o'zining shaxsiy qadriyatlariga ega bo'lishi kerak deb o'ylayman. Oxirgi savol: agar sizga barcha yoshlar eshitadigan bir daqiqali murojaat qilish imkoniyati berilsa, ularga qanday nasihat qilgan bo'lardingiz? Bu ajoyib imkoniyat bo'lardi. Agar menga shunday imkoniyat berilsa, yoshlarga aytar edim: yoshlar, vaqtni qadrlang va ilmni olishda charchamang. Chunki bugungi harakatlaringiz ertangi taqdiringizni quradi. Hayotda insonni ko'taradigan narsa bu odob va sabrdir. Ulamolar aytishadiki, kim ilm yo'lida yursa, Alloh unga jannatni yo'lini oson qiladi. Shuning uchun qadrli yoshlar, yoshligingizni bekorga o'tkazmang. Ota-onangiz duosini oling. Ilmga suyaning va jamiyatga foydali inson bo'lishga harakat qiling degan bo'lardim.